Mana ko'rishingiz mumkin, surunkali tanzilitda eng katta belgilaridan biri mana. Anginaning holatini qaranglar, qanaqa bo'lib ketgan va mana ichida yiringli probkalar mana. Mana shu narsalar doimiy og'izdan yoqimsiz hid kelishiga sabab bo'ladi. Bemorda qo'l oyoq bo'g'imlariga og'riq beradi. Anginalarni olib tashladik. Oldingi orqa ravoqlar hammasi saqlandi. Juda ham yaxshi bo'ldi. Mana bu tarafni ham ko'rishingiz mumkin. Angina juda ham yomon holatda ekan. Ichi to'la yiringli probkalar chiqdi. Burun to'sig'i tekis bo'ldi. Shu joyda keskin qiyshiqlik bor edi. Chig'inlar korreksiya qilingan. Mana tomoqqacha ko'rinib turibdi bemorimiz. Xudo xolasa mazza qilib nafas oladi bugundan boshlab. Mana ayniqsa bu tarafni ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda chandiqlar ham bor edi. Tomoqqacha ochiq, juda ham yaxshi holat.